Akalar, bugun eksperimentda rostakasing bo'ladi. Bu videoni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Hali O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan. Ko'rib turganinglar azot bo'ladi, -196 gradusga teng. Akalar, men o'zimga qiziq bo'lyapti. Mana shu azotda har xil narsalarni test qilamiz. Endi sizlar bilan birga perchatkani sinab ko'ramiz. Hamma bilgan oddiy rezinoviy perchatka. İçiga azot to'ldiramiz. Mana. Ko'rasizlar. Uje menimcha qotdi. Ovozlarni eshityapsizlar. Wow. Qiziq bo'lyapti. Endi buni sindirib ko'ramiz. Gap yo'q. Muzlab qoldi, ko'rdinglarmi? Muzlab. O'zimizning sohadan ham boshlab ko'raylik. Qo'limdagi eko koja bo'ladi, mana. Qotib qolmagan, ko'rasizlar. Bu ham qiziq menimcha hammaga. Tiqib ko'ramiz. Ketdi. Lekin ishoninglar, qo'lga tushib qolsa yomon bo'ladi, boru. Qo'lim uje qizyapti, qanaqadir yonyapti, boru. Perchatka taqib oldim. Bu yoq qo'lda ushlayman endi. Bundan ham o'tkazyapti, ishoninglar. Ullatib akalar. Menimcha tayyor koja. Mana qaranglar. Voy! Qotib qoldi koja, boru. Qarang. Trishini beryapti, ko'rdinglarmi koja? Buni ham sinab ko'rish kerak. O'zini ishda. Uy! O'zini ishdinglarmi? Hop, o'ng qo'lda ishim kerak, ishlashim kerak. Qanaqa bo'ladi? Uy, tilim. Ishlamadim akalar. Buni boshqacha test qilib ko'ramiz. Cho'chilib ketdi-yu. Yosh katta akalarimizni, otalarimiz mana shu narsada mana qo'qchardi-yu. Ular remenda sinab ko'ramiz, bilasizlar, mana cho'sanglar ham hech narsa qilmaydi. Menga qiziq bo'lyapti. Ammo Amir hali ham muzlayapti, qaranglar. Ketdi. Tiqib ko'ramiz. Vijillab ketdi, boru. Remey menimcha qotib qolgan-ku. Qani temirni? Temir. Ko'rasizlar? Yaxshi machki taqimman, boru. Temir chochilib ketdi akalar. Hamma bilgan oq qog'oz, A4 qog'ozi. Tiqib ko'rish kerak buni. Vijillab ketyapti, vijillab. Qani? Menimcha qog'ozga hech narsa qilmadi. Yana bitta tiqib ko'ramiz. Qaranglar, bitta narsa qilib ko'raman. Nima bo'lar ekan? Budalanib ketdi. Xona haroratida oddiy suv. Buni sekin akkuratni ochib, bismillah, ichib ko'ramiz. Qanchada muzlar ekan. Buni sindirib o'tirmaymiz. Ko'pi bo'lib toshib chiqyapti uje. Uy sharoitida bunaqa narsa qilmaylik. Sindi.
Wow! Yaxlab sinib ketdi boru qaranglar. Qiziq ishlayapti lekin bor, menga yoqyapti. Hamma bilgan temir burchi. Buni solishdan oldin urib ko'raman birinchi. Sinadimi yo'qmi? Endi buni solib ko'ramiz. Hech qancha vaqt turmadi. Ana shu joyiga qo'yamiz. Temirni chochib yubordi akalar. Azotga tiqilmagan holati boshga urib ko'ramiz. Endi buni sekin tiqamiz. Nima bo'lar ekan? Yomon qiziqib ketyapman, ochuv gap bor. Menimcha yaxlab qoldi. Tayyormiz? Ketdi. Sinib ketdi. Oxirgi testimiz bo'ladi. Shuncha mehnatga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Ket. Balonga hech narsa qilmadi. Azotga tiqib ko'rish kerak buni. Golden Crown'da yo'lkalarimiz bizdan xafa bo'lmaydi. Qanday bor shunday ko'rsatamiz. Qanaqa holatda bo'lsa ham, lekin testdan o'tsa, men qo'limni ko'taraman. Qaranglar, muzlabdi. Endi buni urib ko'rish kerak. E'tibor berasizlar, balonga hech narsa tegani yo'q. Gap yo'q. Men cho'chilib ketadi deb o'yladim. Qish kunlari yaqinlashyapti. 12 razmerdan 17 razmergacha bor. Akalar, Golden Crown'ga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 22 km garantiya beriladi balonga. Yumshoqligini qaranglar.